o'lganlarning bitta iltijosi bor ekan. Ey Allohim, bir daqiqa bo'lsa ham tiriltirib qo'y derkan. Alloh aytar ekan, nimaga? Hech bo'lmaganda mana shu narsalar haqiqat ekanligini yaqinlarimga aytib qo'yay desa, Alloh taolo sen xotirjam bo'l. Men ularga aytib qo'yganman. Ularga bitta kattagina kitob tushirib hammasini bayon etganman. Ular bu narsalarni eshitgan, bilgan derkan. Haqiqatda bilyapmiz, eshitganmiz, lekin amalimiz kam. Haqiqatda Alloh taoloni yakka yagona deb kalima keltirganmiz, lekin amallarimiz bunga xilof azizlar. Hali ham qabristonlarga borib topinyapmiz. Chekkasida aylanyapmiz. Qabristonlarga borib qo'ylar so'yyapmiz. Bu shirk-ku bu. Hali ham borib daraxtlarga iplar bog'layapmiz. Farzand bo'lmasa hali ham borib kimlargadir borib